Hali kelmadimi? Voy. Keling. Ana, O'zi- siz kelinmisiz? Yo'q, men kelinmasman. Ha. Bir simraygan qiz, hozir kelsa ko'rasiz o'zi. O'zi ukam nima shunga yopishib oldi, men hali ham xayr. Men chiqib ketolman. Gapingizdan dovdirab qoldim. Voy, Komil opa o'zicha meni qaynisinimni predlagать qiluvdim-da. Komil opa ukamga mashinani kalitini predlagать qilishdi-da. O'zicha Komil opa hech kim eshitmasin. Assalomu alaykum. Mana shu bolalar meni kelinim. Asalilarni qarang. Komil opa kelinim ahvolilarini qarang. Opajon, yaltirmayman. Voy ta'riflaganingizdekdan bir shiringina kelin ekan. Siz sizni opajoningiz yaxshilayotganlar, o'ydan beri maqtab yotibdilar. Nazixon aytgandek, hozir bekor bo'lganimizda aytib qoling. Spaniyaga olgangilar minglar bor-ku. Qadr yo'qmaganmi? So'rab qo'yib o'tirdim-da. Spaniya hozir yopilmayapti-yu, to'liq. Aytgandek Dilnoz. Nazaxon. Voy, opa o'zimiki-yu, ayturaman. Baribir ham. Oyijonim, sizga kelin salomga rosa zo'r narsa olib qo'ydilar. Siz nima oldinglar? Ayturing, bab ertaga ko'rib olaman. Bilmasam opajon. Bizni hamma narsani oyijonimga tayyorladik. O'zi gilamlarni ham, boshqalarni ham hozircha quda taraf qilyapti, kuyov taraf. Sizlar qilmaganmisizlar? O'zimizda qilamiz deyishganda, shunga mayli o'shaning uchun. degandim. Shuning uchun qoldirdinglar. Yuzlarini javonchalik ochmay qo'ya qoling, opa. Yuzlari sal anaqaroqda. Yo'q, o'zi chiroyli. Qanaqa? Yuzlar juda chiroyli. Har taraflama chiroyli, zo'r qiz ekanlar. Menga rosa yoqdi. Zo'r kelin bo'ladi, xudo xolasa. Keling, men taqib qo'ya qolaman. Xudo xolasa, hozirdan уже shuncha yordam beryapman. Kelin bo'lib tushsangiz va shu maza qilasiz bizani uyga. Voy, ko'rinib turibsiz. Voy, ko'nglim sezyapti qanaqa bo'lishini. Xudo sizga sabr, toqat bersin. Shunaqa mehribon qaynagachingiz bor ekanlar. Voy, asal. Tugatdik mana. Ketish oldidan pripodrits qilaylik, kofe ichib oling. Mana sizga bildim, hozir so'raysiz deb o'ylayapti. Maza qildingizmi? Mana maza qildim.